Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli aka-ukalar. 27-noyabr 2025-yil Andijon Asaka mol bozoridan sizlar uchun katta buqalar qatoridan, semiz buqalar qatoridan video syomkalar boshladik, hurmatli aka-ukalar. Mana bozorga endi sekin-sekin hammasi asta-sekin kirib kelyapti, ko'ryapsizlar. Odamdan baland novvoslar ham bugun bor, xudo xolasa. Hammasini birgalikda sekin-asta kuzatib boraveramiz. Har doimgidek kanalimizga obuna bo'lmagan aka-ukalarimiz obuna bo'lib, arziydigan bo'lsa bir donadan like tugmasini bosib qo'ysanglar, mana akamiz bo'y bilan solishtirib olishinglar mumkin. Bemalol kuzatib boraverasizlar. Xato kamchilik nuqsonlariga oldin uzr so'raymiz aka-ukalar. Videolarni boshladik. Mana shu shved novvosimizdan birinchisi, mana shved novvosimizdan boshlaymiz akalar. Mana ko'ringlar. Bo'y boslari 1.60 kilo uradi aka, xotirjam bo'y, ha? 70 ham. Juda yuqori baland ekan, gap yo'q. Aka, dehqonchilik, tirikchilikmi? Dehqonchilik. Sigirni bolasi deymi? Sigirni bolasi. Yo'q, maşallah. Sigirni bolasi ekan aka-ukalar. 2,5 yil vaqt. 2,5 yil boqilibdi. Endi kichiklarga qanchaga olgansiz deb so'ramoqchi edim, sigirni bolasi ekan. Mana akalar, ukalar. Bitta ko'rib baho beriladi mana. Sigir bo'lsa, mana shunaqa bo'lsa-da, mana shunaqa tonnaga yaqin novvos bola bersa. Juda katta, gap bo'lishi mumkin emas. Barakasi. Aka, narxi nechi pul endi buni? Buni narxini 70 million deyapmiz. 70 million kami bor. Bozor nima deyapti? Kettirapti. Bozor aytamanda 56, 55, 57 pul beryapti. Tarozigachi? Taroziga gaplashaveramiz. Yo'q, so'rashmadim. Yo'q, hali so'ramadim. Hech puldan qo'yib berasiz. Bilmayman, endi bir 65 mingdanmi? Yaxshi. Aka, taxminingiz necha kilo buni? Xohlasa bir tonnaga borib qoladi. 900 kilo oshig'i? Yo'q, 950 tepasi. 950 tepasi deyapti mana. Demak, tonnali mol ko'rsatyapman, to'g'riman ekanda. Tonnali mol ko'rsatyapman ekan, aka, ko'rasizlarga men. Mana. Aka, mana shu yerdan bitta olib olaylik, iltimos. Tonnali mol ko'rsatyapman ekan, ko'rasizlarga mana. Ko'ringlar, bemalol 950 kilo tepasida deyapti. Endi yo'ldan video qilish juda qiyin, shuning uchun mana 1 tonnali mana keladigan mol ko'rsatyapmiz ekan. Olganga, sotganga Alloh baraka bersin mana. Birinchi buqamiz shu bo'ldi akalar. 2,5 yil boqib dehqonchilik mollari ekan. Sotilib qolsa nasib qilsa ko'rsatamiz buni yana. Xo'p, mana yana bitta shunaqa katta gigant novvoslardan qatorida yana bittasi mana. Bu safar semental aka-ukalar. Bu ham shunaqa tonna atrofida bo'lgan buqa. Bugun shunaqalardan ikkita 3ta chiqibdi. Bitta ko'rib bahosini beringlar. 60 kiloni mashorab olgani yo'q o'tkazdi, mana 62 ming so'mdan berdi mana. Agar molingizni bering deb savdo bo'ldi. 500 so'm oshiga olsa gapini Bitta ko'rsatib qo'yaman sizlarni. Mana bu aka-ukalar. Chorva time. Mana akalar. Buqani savdosi mana shu yerda bo'lyapti mana. Savdosi ertalabda bo'lyapti. Narxini xo'p, taroziga mana shu yerda akalarimiz 62,5 dan shuni qo'yib olamiz deyapti. Mana ko'ringlar, 62,5 ming so'mdan taroziga savdo bo'lib turibdi ertalabda. Aka, turishiga necha pul aytyapsiz o'zi? 70 million so'm kami bor ekan. Molda turishiga 70 million so'm kami bor ekan. Mana ertalabda xudo xolasa eng katta buqalar, bozor eng katta buqalari qatorida xudo xolasa. Ortoy, yaxshimisan? Zimsan? Sog'lig'ing yaxshimi? Zimsan? Sana, ishlar. Bitta orqalaridan ko'rsataylik mashina yana. Odamlarga qiziqdi endi bu 1 tonnali buqa. Kela bilan aytamanda. Men mol ko'rdim dedi. Hurmatli aka-ukalar, bu molimiz fermani naslchilik yo'nalishida olingan, naslchilikka ishlagan zotli buqa ekan. Fermadagi yurgan sigirlar ichida yurgan mol ekan o'zini. Sigirlar ichida yurgan naslchilikka ishlagan mol ekan bu mana. Aprel oyida akalarimiz o'zi havas qilib sigirlariga nasl olamiz deb o'zi yaxshi pulga olishgan ekan buni. Mana bugungi kunda 62,5 ming so'mdan taroziga savdo bo'lib turibdi hozir. Aprel oyida o'zi juda qimmat pulga sotib olganmiz buni. Zot yo'nalishi uchun deb aytib o'tishyapti. Mana endi semirib, go'sht yo'nalishiga aylanib qolibdi bu. Ancha bolalarni oldik deyapti mana.
Xudo xolasa. Endi sotamiz ya. Mana sotilib qolsa narxlarini sizlar bilan birgalikda bilamiz. Xo'p, mana navbatdagi 55 million so'm narx aytilayotgan molimiz. Bitta ko'ringlar ertalabda. Aka, bu dehqonchilik tirikchilikmi? Dehqonchilik buqa mana. Taxminingiz necha kilo bu? 800 kilo. 800 kilo mana. Katta buqa bu ham, kichkina narsa emas bu ham. Buni necha pul amaki buni? Buni hozir 46 qilishyapti. 46 million qilishyapti. O'zi necha pul aytyapti? 50 million tepasida. 50 million tepasida bo'lsa kelishamiz deyapti-kan. 46 million so'm bozor pul beryapti-kan mashina. Ertalabda xudo xolasa soat 7:30 bo'lyapti aka-ukalar. Sizlar uchun qo'ldan kelgancha bozorda eng katta buqalari qatoridan video syomka qilib beryapman mana. Eng katta bu yerda eng kichigi 800 kilo, 750 kilo, 700 kilo bo'lgan buqalar turadi. 600 kiloning tepasidagi buqalar turadi. Mana. Taroziga so'rashmayaptimi amaki? Taroziga 62 dan so'rashyapti. Taroziga 62 dan so'rashyapti-kan mana. Necha puldan bo'lsa qo'yamiz? 60 yarimdan 64 dan bo'lsa. 63-64 dan bo'lsa qo'yaveramiz aka. 63,5-64 dan bo'lsa qo'yilaverar ekan. Tog'a barakasini bersin, salomat bo'ling. Mana. Bu mashetda mana 6 kurak ola paroda chiqib qoldi. Aka sizlarmi bu? Bitta ko'rsataylik-da mana shuni. Bo'y baslari ham 1.70 keladimi bilmayman endi buni. Kurashi ham 6 tami shunaqa ekan. Juda katta, yoshi katta ekan. Kimdan aka? Aka mashmol. Necha pul aka puli? 40 million so'm kami bor ekan mana. Juda katta mol. Aka ko'rishdingmi buni zoti? Ko'rishdingiz zotiga mansub. Nihoyatda katta ekan mol. Aka taxminiy vesi necha kilo buni? Taxminiy vesi. Bilmayman endi bu kelsa kerak 750 kilo. 750 kilo keladimi? Bo'lsa kerak. Bu gavdasi nihoyatda katta-yu, endi bular nisbatan ozg'inroq bo'ladi-da. Mana ko'ringlar aka-ukalar, bo'ylari 1.70 keladi, orqasi odam ko'rinmay qolyapti. Bozor pul bermadimi aka? Beryapti. Necha pul? 28. 28, mashalloh, 28 million. Bozor biroz arzon pul bo'lyapti-kan buni hozircha. Sizdanmi? Ha, mendan. 28 million so'mga ancha arzon pul qilishyapti-kan buni. Ko'ringlar mana. 700 kilo oshiq bo'lsa kerak baribir shu holatiga ham. Ozg'in bo'lsa ham 700 kilo oshiq bo'lsa kerak. Bilmadim men. Hop, aka-ukalar sotilganlar qatorida ertalabda saharda mana sotilibdi. 42 million so'mga mana shu buqamiz sotilibdi. Turishiga sotildimi? Turishiga 42 million so'mga sotilibdi mana. Orqalaridan ham ko'rsatib qo'yamiz. Bo'y baslari ham 1.50 ga yaqin ekan-a. 1,5 metrga yaqin mol ekan. Kichkina mol emas ekan bu ham. Kichkina emas ekan. 1,5 metr bo'y basti chiqaverar ekan. Taxminiy vesi ham bir 750 kilo. 750 kilo, 800 kilo atrofida mol ekan. 800 kilo kelmasa ham 750 kilo atrofida bo'lsa kerak. Lekin go'shtdorligi bo'yinlari tomonidan juda go'zal ekan mol bu mana. Mana shu molimiz sotilibdi aka-ukalar. Mana gigant mollar qatoridan, katta buqalar qatoridan sizlar uchun video syomka qilib berdim. Qo'ldan kelgancha xato kamchiliklarga rozi bo'lasiz aka-ukalar. Endi semiz buqalar qatoridan video syomka qilamiz, keyin boqma buqalar qatoridan video syomka qilamiz. Bizni Instagramda va YouTube kanallarimizni tomosha qilib boringlar. Sizlar uchun qo'ldan kelgancha video syomkalar qo'yib boryapmiz. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar, hurmatli aka-ukalar. Dehqonlar xonadonidan chiqarayotgan videolarimizni ham Telegram kanalimizga lokatsiyalarni joylab boryapmiz. O'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Videolarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, bir donadan like bilan qo'llab-quvvatlab qo'ysanglar, xursand bo'lgan bo'lardik. Mana orqa taraflarida.